Davlatimiz rahbarining qishloq xo'jaligi maydonlaridagi qo'shimcha imkoniyatlardan foydalangan holda mahsulot yetishtirishni ko'paytirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida joylarda amaliy ishlar olib borilmoqda. Qarorga muvofiq qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarining dala chetlari, kanallar, sug'orish hamda kollektor drenaj tarmoqlari atrofidagi maydonlar, aholi tomorqalari, xonadonlar oldi hamda mahallalar ichki ko'chalarida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishni samarali tashkil etish orqali mamlakatning eksport salohiyatini oshirish ko'zda tutilgan. Shu maqsadda O'simliklar karantini va himoyasi agentligi Toshkent viloyati boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari, Oqqo'rg'on tumani bo'limi xodimlari, tuman fermerlar kengashi hamda fermer xo'jaliklari rahbarlari ishtirokida seminar tashkil etildi. Uchrashuv davomida dala chetlariga ekilayotgan mevali daraxtlarning holati atroflicha o'rganilib, ularni to'g'ri ekish, samarali parvarishlash, shuningdek, kasallik va zararkunandalardan himoya qilish bo'yicha fermerlarga batafsil tushuntirishlar hamda amaliy tavsiyalar berildi.